Ishmat bilan Toshmat gaplashib turgan ekan va bir bola kelayotgan ekan. Ishmat ko't qichib, u bolani bir solibdi. U bola jahl chiqibdi. Keyin sanqil demsa, yo'q debdi. Keyin esa Toshmat u bolani oyog'ini boylab qo'yibdi, yana yiqilib tushibdi. Keyin battar o'layinib kulayotganda qanaqadir mavjud olib shu joyga. Keyin bitta bola baqir kelib, u mavjudot qo'lidagi hassani olib qo'yibdi-da va u shuncha qilganimni ko'tingga tiqding deb qochib ketibdi. Hassan olib qo'ygan. O'sha mavjudot. Keyin uni ko'ti ochib o'tirganiga yiqilgan bolani ko'tiga bir tiqib olibdi. Va u rosa baqiray jahli chiqibdi. Va u bolani omadi kelib, o'ziga jin do'st qilib olibdi. Jinni do'st qilib olibdi va ani ikkitasini ko'tiga tiqibdi. Keyin esa u ko'tiga narsa tiqqan bolani uyiga kelibdi va uxlayotganini ko'ribdi. Va uni qanaqadir joyga olib tashlabdi. U qattaman, ye. Orqamga qarab. Sen kimsan? Jin, uni yo'q qil. Ha. Qoch!